Rahmat, Xursiyat. Ayni paytda biz ishtirok etayotgan ushbu sayil, ushbu anjuman chin ma'noda do'stlik, hamjihatlik, millatlararo totuvlikning tantanasi bo'lyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgina ushbu sahnada bevosita Turkmaniston xalq qo'shig'i yelpesi ijro etildi. Bir tarafda esa o'zbek xalq termalari, tojik, qirg'iz, qozoq, umuman olganda Markaziy Osiyodagi xalqlar, millat vakillarining asriy an'analari, urf-odat va qadriyatlari ushbu sayillarning asl mazmunini, mohiyatini tashkil etyapti. Albatta bu o'z navbatida millatlar aro o'rtasida bugun olib borilayotgan chin ma'nodagi do'stlik va hamjihatlik rishtalarini yanada yaxshilash borasida olib borilayotgan qat'iy siyosat mahsuli. Bir paytlar ayni paytda biz turgan ushbu chegara oldi hudud, ya'ni Samarqand viloyati Bulung'ur tumanini ushbu qishlog'i ham chegara hudud hisoblanganligi bois yopiq hududlardan biri bo'lgan. Farmon aka, hozirgina biz qishloqqa kirib kelish joyimizda chegara postlarini ko'rdik-da. Demak, bu yerga kirish chiqish ham qiyin bo'lgan. Shu hudud aholisidan tashqari hech kim bu yerga pasport nazoratsiz o'tkazilmagan ekanda. Shunday. Mana shu to'siqlar olib tashlandi-da. Bugun butun xalq mana xuddi shu tarzda bayram qilyapti, tantana qilyapti-da. Endi shu Xo'ja Mazgilda narigi tomondagi u respublikaning qishloqlarida ham xuddi shu ahvol bo'lgan. Bitta bizda emas. Mana shu vaholanki Xudo bizni mana shunday yaratgan. Bu millat vakillarini ikkita tilli, bitta dinli, bitta haligi udumli qilib yaratgan. To'g'rimi? Ko'rinishimizdan ham farqlamaymiz. Odamlarimizda hech nimasi bo'lmagan, lekin davlat siyosati shunday bo'lib qolganda, endi dunyoning siyosati shunday bo'lib qolgan. Mana shuning uchun ham davlatimiz rahbari prezidentlik boshlagandan birinchi, chunki bu yerda ishlab ko'rgandilar. Bilardi odamlarning dardini, alamini. Birinchi ochiqlik. Ochiqlik bu degan darvozani ochish kerak-da. Endi aytadi-ku, bo'lingani bo'ri yer, ayilgani ayiq yer. Birlashsak, keyin haligi birlashgan o'zar degan xalq maqollari juda ko'p. Buni davlat rahbari juda yaxshi biladi va boshdan o'tkazgan bu narsalarni. Mana shuning uchun ham men o'ylaymanki, e'tiborni kuchaytirib, avval qonuniy asoslar yaratildi buni. Undan tashqari eng birinchi bordi keldi qilganimizdan qo'shnilar bo'ldi. Mana shu 5 ta respublika qarangda, bular bitta ochilganidan kim yutdi, masalan? Hamma mamlakat yutdi, hamma davlat yutdi. Endi qarangda, O'zbekiston strategiyasida nafaqat aytaylik, mana bu bizni bu farovon kunlarimiz nima olingan, hisobga olingan, balki ana shu O'rta Osiyoda joylashgan davlatlar o'zaro qo'shilib dunyo bozoriga chiqishi. Bu katta gap bu. Bilasizmi, u qudratli kuch bo'ladi bu. Buni davlat rahbari ko'ra bildi. Mana shuning uchun ham sharoitlarni mana shunday yaratilishiga erishdi. Bugun o'sha Samarqand viloyatida ayniqsa Tojikiston bilan o'sha o'tib kelishi, borib kelishida 5 minutdan vaqtingiz ketmaydi. 5 daqiqada o'tasiz. Yoki mana bu eski postlar deymiz-ku, mana ko'rganlaringiz. Ular bizlarga muzeyga qo'yamiz endi. O'sha joyda obida qilamiz. Bu tarix bu. Shunday azobni yedi. U ham mayli. Mana qanchalar bir minglab odamlarni O'zbekiston fuqaroligiga qabul qildik. Yoki aksincha Tojikiston, Turkmaniston qabul qildi o'ziga-da. Bir-biriga o'tgan, xudo anda bo'lgan. Hatto ta'ziyalarga bora olmay qoluvdik-da. Endi bugun qarangda, mana shu yerning o'zida bu qarang, 12 ta milliy madaniy markazni vakillari kelgan bugun bu yerga-da. Hali koreys tilida, hali aytaylik arab tilida, hali koreys tojik tilida, hali koreys rus tilida, hamma tillarda, nemis tilida ham she'rlar o'qilyapti, gaplar gapirilyapti, taomlarni qo'yyapti, bir-biri bilan muloqotda bo'lyapti. Endi bu nimani ko'rsatadi? Bu har qanday mana shu davlat siyosati odamlarning yuragiga, hayotiga kirib kelganligini, eng kichkina qishloq bo'lmasa, eng chekka qishloq. Hatto bu yerdan ko'tarilib ketaman deb anketalarni o'rganganimizda ham Xo'ja Mazgilda tug'ilgan bo'lsa, qo'yinglar deb turardik-da. Bilasizmi? Shunaqa nuqtai nazar edi. Mana shu davlat siyosati ana shu qarashlarni sindira oldi. Bugun Samarqandning o'zida masalan undan ziyod Tojikiston bilan qo'shma korxonalar bor, Qirg'iziston bilan yoki biznikilar ko'proq biznikilar. U tomonlarda da bir 50-60 ta qo'shma korxonalarimiz bor. Nima degani bu? Demak, biz boshimizni, kallamizni birga ishlatyapmiz. Biz birga o'ylayapmiz. Biz nimani o'ylayapmiz? Manfaat ko'rishnimi, xalqimiz tinchliginimi, boyliginimi va ikkinchisi, dunyo bozorini egallashni o'ylayapmizmi? Mana eng katta O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosiy g'oyasi shu. Eng muhimi mamlakatning manfaati uchun va xalqni, insonni qadri uchun davlat har bir sharoitni qilib beraman dedi. Mana birinchisi konstitutsiyamizga kirita oldik-ku. Odamning qadrini oshirish bo'yicha da butun dunyo tan oldi-ku. Mana bugungi davrada men o'zim xursand bo'lib turibman. To'g'risi bir 5-6 ta shunaqa qishloqda bo'lyapti. Hali ko'rmaganlarimni ko'ryapman.
Anchadan buyon keyin yillab uyda yotgan kasallar kalaska bilan chiqib ketgan. Nima uchun? Chunki odamlar bir-birini sog'indi. Nafaqat sog'indi, balki tog'ning uyog'idagilar ham bizni sog'indi. Ularni sog'indik-da. Chunki bordi keldi qilsak dunyoni bilamiz. Bordi keldi qilsak nimadir almashamiz. Bordi keldi qilsak qadrimizni aniqlaymiz, bilasizmi? Butun dunyoda. Shuning uchun ham men nimani qo'llab-quvvatlayapman hozir bu bir ko'rinish xolos bu. Bu har kun shunday. O'ylamang, bitta bayram uchun emas bu. Har kun bozorimizga boring, xuddi shu ahvol. Masalanda ko'rasiz. Endi hozir davlatimiz rahbariga chiroyli narsalarni o'ylab topyapti. Shu bundan keyin qo'shma korxonalarni ko'paytirishimiz kerak. Qarang, qaysi davlatga borsa, birinchi investitsiyani olib kir deydi. Bu yerga olib kirgin. Olib kirsa nima keladi? Pul kelmaydi faqat. Odam keladi, aql keladi, g'oya keladi. Undan biz ham keyin kiritamiz, shunday qilamiz. Men o'ylaymanki, bu bizni bugungi davlat siyosati mana shunday kunlar uchun asos bo'ladi va buni chegarasi bo'lmaydi. Bu baland bo'lsa bo'ladi. Mana bu nima uchiryapti-ku, varrak uchiryapti. Shu varraklarimiz baland uchadigan bo'lsin. Ko'z tegmasin bugungi hayotimizga. Rahmat Farmon aka, 2018-yil 1-mart butun Markaziy Osiyo tarixida o'chmasiz qoldirgan kun ekanda. Bevosita Samarqand bilan birgina Samarqand bilan chegaradosh bo'lgan 9 ta chegara o'tkazish postlari ochilgan ekanda. Bu degani ikki xalq shu sanani haqiqatda bayram qildi. Keng ochiladi, lekin yopilmaydi bu yo'llar. Bu yo'llar bizlarni birlashtiradi. Avvalan birga edik, bundan keyin birga bo'lamiz. Mana bugun ham bevosita davlat rahbari Tojikiston Respublikasi bilan o'zaro do'stlikni yanada mustahkamlash. Umuman olganda, bugun millatlararo totuvlikni, har tomonlama Markaziy Osiyodagi harakatlarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratyapti. Bu e'tibor, bu sa'y-harakatlar bevosita butun mintaqa hayoti uchun ahamiyatli hisoblanadi. Jahon uchun ham, hamma uchun ham ahamiyatli. Chunki hamkorlikda gap ko'p. Men o'ylayman, hamkorlikka ko'z tegmasligi kerak. Va O'zbekiston eng muhimi, dunyo tan oldi. Bunda bayroqdor. Ana shu bayroqdorlikka ko'z tegmasin. Rahmat kattakon fikrlar uchun Farmon aka. Albatta, qadrli yurtdoshlar, aytib o'tganimiz kabi, ayni paytda mazkur qishloqda o'tkazilayotgan tantanalarda butun millat vakillarining urf-odatlari, asriy an'ana va qadriyatlari demak ijro etilyapti. Ulardan biri bevosita o'zbek xalq termalari ham namoyish etildi. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanaqa? Bayramlar muborak bo'lsin. Kayfiyatlar yaxshi. Zo'r. Kayfiyat zo'r albatta. Bugun mana Navro'z bayram. Butun mana shu bugun xalqini, bugungi mana shu dehqonchiliklarga, chorvachiliklarga Allohdan tilimiz barakasini bersin. Hozir bizlarning dasturimiz xuddi mana shu dehqonchilikka bag'ishlangan chiroyli bir dasturimiz bor. Shuni havola etamiz. Rahmat kattakon. Kiyimlaringiz, liboslaringiz ajoyibda. Ko'rib turgan odamni baribir diqqatini o'ziga tortadi. Takrorlanmas, betakror. Keling, ta'riflab bering shuni. Mana shu kiyimlarimiz qadimgi buvijonlarimizdan qolgan bu kiyimlar. Shu onajonlarimiz yoshlik paytida shu kiyimlarni kiyishgan. Va bugun ham bevosita bu yosh avlod uchun ham yaxshi, to'g'rimi? Hamda bayramlarda, festivallarda, tadbirlarda ushbu kiyimlar namoyish etilsa, bevosita yoshlar tarbiyasiga ham katta hissa qo'shadi. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Qadrli yurtdoshlar, ayni paytda nafaqat ushbu Bulung'ur tumanida, balki Samarqand viloyatining bir nechta chegara hududlarida xuddi shu kabi xalq sayllari, tantanalari demak tashkil etilyapti. Ularda esa bevosita nuroniylarimiz, yoshlarimiz, jamoatchilik, butun mana shu aholi vakillari ishtirok etishyapti. Dasturimizning navbatdagi sonlarida bevosita jonli efir orqali ushbu jarayonlar haqida batafsilroq ma'lumot berib borishga harakat qilamiz. Rahmat, studiya.